Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun 11-iyun 2025-yil. Biz bugun o'zimizning Oltiariq tumani Qapchang qishlog'idagi ekilgan bog'ga chiqqanmiz, shaftoli bog'iga. Bu yerda 1 gektar shaftoli bog'. Ko'rishlaringiz mumkin. Ko'chatlarimiz alhamdulillah 90% ko'kragan. Bu shaftolilarimizga kerakli qilish kerak ishlari bor. Shularni ko'ryapmiz. Xudo xolasa kerakli tavsiyalar berib ishlov qilish kerak. Juda yaxshi ko'chatlarimiz hozir holat yaxshi. Lekin bundan ham yaxshi qilib bo'lish kerak. Xudo xolasa ko'rgan chiqamiz. Kerakli agrotexnik tavsiyalar beramiz. Xudo xolasa seplish kerak dorilar, ozuqalari, dorilar shular beramiz inshaalloh. Ko'rishlaringiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yangi video qo'yishdi. Davom etamiz biz ham. Hammalaringiz sog' bo'ling. E'tiborlaringiz uchun rahmat.